Hürmetli vatandaş, bugünkü lüksiyerimizi başlayımız. Lüksiyerle sizi qacıyoruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sağış 2026 yıl 7. ayının 23. gün ettiği Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eysak. Nimedeyimiz vatandaş kündü özgürlük. Hazır Cenubi Deniz ve Filipin etrafıda Cungu bilen Filipin'in boğa münasebeti oturusunda. Birisi Kaltek ile uğraştı elişti deydi, birisi Sonasosu bilen elişti uğraştı deydi. Yani birisi resmi ok çıkardı deydi. Mesela bugün konkret aldı bir kısa haberde. Şundak deyilipti, Filipin yaradar bolğanlarını koyup bir işin talep kılğanda. Cungu'nun deniz sakçıları ularını biz kanun boyunca bir talep kılımız deyipti. Şu derece geçipti, endi bir yerdeki en katlı bir haber degende ya ki, uçağını eçkandı, bu kıtım Manila'da eçilgan Şarkı Cenubu Asya Devletleri Taşkı İşler Ministerleri yığınıda. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşler Katibi Marco Rubio şu yığın mezgilinde Cungu'nun Taşkı İşler Ministeri Wang Yi ile görüştü. Wang Yi ile görüştü. Bugün Latin Washington Post gazetinin ilan kılan haberi qaraganda Devlet İşler Katibi Marco Rubio dostane muamelede boldu. Ondan keyinki video film kısa haberler, kısa mavzulara qaraganda Cungu'nun Ministeri, Taşkı İşler Ministeri Wang Yi qo'pollik qildi. O video filmde kelayotgan haberler qo'pollik qildi. Hatta Devlet İşler Katibi Marco Rubio'ni qoqti-soqti qilmoqchi bo'ldi. Degan haberler bu tarafdan kelyapti. Bunun sebebi Cungu qo'pollik qildi degan gap vatandaş. Manila yig'inida, Manila suhbatida Cungu'nun Ministeri Wang Yi, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Marco Rubio qo'pollik qildi degan gap. Lekin Marco Rubio'ning Davlat ishlar katibining og'zidan chiqqan bir og'iz so'z Janubiy dengiz yoki Tayvan bo'g'ozi sening orqa o'ylang emas. Nima qilaman desang shuni qilagan, nima o'ylayman desang shuni o'ylaydigan sening Cungu'ning orqa o'ylisi emas. Deb bir cümle ko'rsatibdi deyli. Yani shundaqda hozir yana bir Tayvandagi torbiyatları Jongtianning maqoyisining xabariga asoslanganda bu qatam prezident va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning tashqi ishlar yoki davlat ishlar kotibi Marco Rubio Manila yig'inida Cungu'ning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Janubiy dengiz to'g'risidagi taglik ve Tayvan bo'g'ozi to'g'risidagi taglik echib etildi. Cungu taraf ham echib etdi, Amerika taraf ham echib etdi deydi. Bunu pak demedi söz tüngen nimdi de yok ya bugün deyimiz mi yatak geçer onu. Haber kılış ya ki Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatları bilan Cungu'nun diplomatları uchrashganda. Ya ki Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bilan Cungu'nun reisleri uchrashganda. Tashqi ishlar ministeri xabar e'lon qildigan chog'da Cungu hukumati hargiz ikkinchi bo'lib qolgan emas vatandosh. Oldirab, dinab Amerikadan avval e'lon qilib oldi. Bunaqa Amerika eg'ir 5 yillik bilan hozirlik uchun muomala qilib keldi, lekin suhbat ko'rishish jarayonining xabarlarini avval Cungu e'lon qilib oldi. Bu qatam ish undaq emas. Suhbatdan keyin Davlat ishlar kotibi Marco Rubio muxbirlarga suhbat bayon qildi. Wang Yi suhbat bayon qilgan emas. Aytganda Amerika Qo'shma Shtatlari Manila suhbati. Davlat ishlar kotibi Marco Rubio Amerika Tashqi ishlar ministri Wang Yi Cungu bu ikki davlat rahbarining o'rtasidagi suhbatni Cungu Kompartiyasining yoki Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi
yoki Tashqi ishlar ministrligining to'r beti suhbat mundaq bo'ldi, mundaq jarayonlashtirib e'lon qilmagan gap vatandosh. Bu nima gap deb savol qo'ysiz. Jungoning pozitsiyasini tadqiq qilib turib savol qo'ysiz. Buning ma'nosi nima vatandosh? Başta nima dedik? Taglik oshkorlandi dedik. Taglikda oshkorlabdi dedik vatandosh. Har qanday suhbatda o tushuncha berish. Andan keyin bu tarafdan yoki tarix tarafdan bu tarafdan bir ishga qizdan so'z qilish va yoki sizning maylingiz qanday bu masala debitish. Ondan keyin andin sal talab bizni yuqori ko'tarib biz buni qanday bir taraf qilamiz debitish. Ya ondan keyin andin mushu nuqtada siz to'xtaysiz, men to'xtayman, o'ylab ko'ring deb debitish. Diplomatiya ishlari juma andi gizi kelganda masala mushundaq. Deyishning o'zi turgan gap, suhbat shunda bo'ldi vatandosh. Diplomatiya sohasida suhbat shunda bo'ldi. Bu qatam endi hisobda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Marko Rubio maydonni echibetdi degan gap. Shunlashqa Wang Yi yoki uning tashqi ishlar ministrligi bu xabarni e'lon qilishga jur'at qilolmadi degan gap. İkincisi Wang Yi, Jungo Tashqi ishlar ministri Wang Yi, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari tashqi ishlar ministri yig'ini qatnashgan 2 kun qatnashishi kerak edi. 21-22 kuni qatnashishi kerak edi vatandosh. Bir kun turibla aeroplanga o'ltirib, bu dol degidek O'rta Osiyoga ketdi deydi. Neymiş bu O'rta Osiyoda Wang Yi apandi? Bu tarafta Tayvan meselesi gavdilendi. Bu tarafta O'rta Osiyoda gavdilendigan nima ish bor? Wang Yi apandi, men aytib Uyg'uriston meselesi. Başka ish yo'q. Savdo tijorat bor. Ondan başka ish yo'q. Jiddilashadigan hech qanday ish yo'q. Jiddilashadigan hech Uyg'uriston meselesi. Siz o'zingiz chandırıp qo'ydingiz. Wang Yi apandi, men burada aytibman ya matbuot bunday gap yo'q, o'zingiz chandırıp qo'ydingiz. Bu qatim manila sohbatini o'zingiz Tayvan meselesini ta'kidlabsiz. Hozir qisqa xabarlar yetib kelishda davlat ishlar kotibi Marko Rubio bilan Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi o'rtasidagi suhbat miltiq doğrusi yediga to'lib tashdi degan bir jumlani ishlatdi. Mush qatim batchatma universal matbuotlar xabar qilganda siz demak chandırıp qo'ydingiz. Bu tarafga qarsangiz Tayvan bo'g'izi, o tarafda qandaqdir yana bir taraf geopolitik siyosat doirasida ketyapti. O'rta Osiyoda boshqa ishimiz yo'q, jiddiy ishimiz yo'q. Bu yil 7-oyning 17 kuni Rais Xi Jinping Shanxayda AI texnikisi yig'inida Qozog'istonning prezidenti Toqayev bilan ko'rishdi. Shuni gün 7-oyning 17 kuni. Siz 21 kuni Manilaga Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining yig'iniga qatnashishga yetib keldingiz. Aldirab, tinab davlat ishlar kotibi Marko Rubio bilan ko'rishdingiz va suhbat o'tkazdingiz. Shuningdek keyin udul degidek aeroplanga o'tirib, O'rta Osiyoga minib ketdi. Bir kun burun Wang Yi, ministr Wang Yi degan xabar keldi. Nima aldirashliq ish bor? Wang Yi apandi O'rta Osiyoda siz aldiradigan nima ish bor? Hech qanday ish yo'q. O'rta Osiyodagi davlatlarga munosabatlik hech qanday ish yo'q. O davlatlar bilan bo'lgan munosabatingiz muqim munosabatda, tegishli qishlik munosabatda. Siz faqat bir ishga aldiryapsiz. Uyg'uriston masalasi. Uyg'uriston jim-jim. Uyg'urning azamatlari, botirlari jazo lagerida. Nimadan qo'rqsiz? Wang Yi apandi, O'rta Osiyoga yurib ketishingizdan sabab nima? Bo'lib bu Manilada Amerika Qo'shma Shtatlari Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Marko Rubio bilan ko'rishgandan keyin aldirab tinab O'rta Osiyoga mingishingiz nima sabab bor? Agar men xato tahlil qilgan bo'lsam, nima sabab bor? Wang Yi apandi, mana shunday gap kel vatandosh. Ondan keyin hozir Iran bilan bo'lgan munosabatda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump shunday dediki, agar sen Hormuz bo'g'zidan o'tayotgan
Hormuz bo'g'izda yutib atgan savdo parxodlariga yana hujum qiladigan bo'lsang. Bu oraliqda bir hafta ichida 1-2-3 parxodga hujum qilding, yana hujum qiladigan bo'lsang, vaqtda Amerika İranning asosiy qurilish aslalarini yana bir qatam nishon qildi. Bazı İran bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga ishlar davom etadi. Anda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump va yoki Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati prezidenti Donald Trump hukumati İranning pozitsiyasiga qarab meydan ve pozitsiya tutyapti vatandaş. Endi siz bu tafsili xabarlarni endi anglaysiz. Ana hozir degan so'zlarimizning yana bir isqab qoldi vaziyat. Hozir yetib kelgan xabarda qaysi o'rindan bada pul qaraydigan yillar xabar qildi. Rossiyaning yadro qurollarini tashlash yoki yadro qurollari bomba tashlash aeroplani Tu-95. Tu-95 hozir Yaponiya dengizi havo tavalligida 11 saat aylanib uçdi deydi. Biz aralıq degan toq Yaponiya hozir asosiy qonunni o'zgartib, atom yadro qurollari yasashni muhokama qilyapti degan edi vatandaş. Bugün Rossiya shunday pozitsiya qo'llanibdi. Endi biz xabarimizni ko'raylik. Marco Rubio Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar katibi Marco Rubio Wang Yi bilan 90 minut keskin suhbatlashdi. Mana keskin degan gap bor kelmaydi. 90 minut keskin suhbatlashdi. Boshlamchi mavzu mundaq. Yanada Tayvan mavzuli xabar. Bu keskin suhbatda o'tirib qo'yilgan mavzu yanada Tayvan. 7-ayning 22 kun Vanvit orbitida e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar katibi Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Bugun men Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbat o'tkazib, ikki taraf hamkorlashib bo'ladigan mavzularda hamkorlashish to'g'risida fikr almashtirdik. Jungoning raisi Xi Jinping 9-oyda Washingtonni ziyorat qilishga asos soldi. Muhokama qilingan mavzular jumladan Tayvan masalasi, Amerika, Jungo savdosi qatorliq muhim masalalarni o'z ichiga oladi. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar katibi Marco Rubio Filippin poytaxti Manilada Sharq Janubiy Osiyo davlatlari tashqi ishlar ministrlari yig'ini mezgilida Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbatlashdi. Suhbatdan keyin ziyorat qabul qilib, uchoq yo'riq qoldi. Mundaq dedi. Amerika Jungo o'tirisida az bo'lmagan ixtiloflar bor. Ixtiloflarni muvofiq tizginlash, vaziyatning davomli o'rlab ketishidan saqlanish ikki tarafning mas'uliyatidir. Yoki Jungoning yoki Amerika ikki tarafning mas'uliyatidir. Davlat ishlar katibi Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Jungoning rahbarlari Xi Jinping 9-oyda Washingtonga yetib kelganda ikki davlat rahbarlari muhokama qilgan nishon va mazmunlarni aktiv belgilayapmiz. Shunlashqa bu qatimqi suhbat ikki davlat rahbari suhbatining doirasi va keyingi davomini o'rinlashtirish bo'yicha elib berildi. Ya'ni ma'nili suhbati. Marco Rubio davlat ishlar katibi mundaq ko'rsatdi. İki taraf nait uchoq bildi-ki, ikki taraf o'rtasida nait ig'ir ixtiloflar mavjud. Bu masala balki qisqa vaqt ichida bir taraf qilish qiyinga to'xtaydi. Lekin munosabat va aloqa orqali boshqarish shakliga davomli izlanishimiz kerak. Bu qatim Marco Rubio bilan Wang Yi'ning suhbati 90 minut davomlashdi. Suhbatdan keyin Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi matbuotning ziyoratini qabul qilmadi. Ko'rdingizmi? Chatoq o'tirg'i chiqqan masalalar chatoq degan gap eg'izga olinmagan gap.
hem muhbirlar kubul kılıştı, ret kıldı, görüşmedi, hem birinci olup haber ilan kılıştı, icra kılmadı. Nim boldu bana efendi? Nim boldu? Hatta Cungo taraf hazırgıca bu katımkı sohbet doğrusu da resmi çöndürüş ve uturuş mu vermedi. Hani gel bu tender. Bu katımkı sohbet Amerika Cungo oturursa ahırka soğudu pırısını saklap duruvatkan peytki doğru geldi. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump yakınında Cungo'nu saylamga arlaştı dep ayıplap, Cungo bu ayıplaşını inkar kılıp, aslında asta mütedillaşıvatkan Cungo-Amerika münasebeti yana bir qatam özgürlüğü hasıl kıldı. İki taraf söhbetide Tayvan meselesi mühim orun koyuldu. Manila söhbetide Tayvan meselesi mühim orun koyuldu. Endilikte haberine devamı. Prezident Donald Trump, Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Cungo saylamga arlaştı dedi. Halka alem aldıda aşkar dedi. Mavzulu haber 7. ayının 22. günü ve torbiti ilan kılın. Haber mundak başlandı. Yakında Cungo Taşkı İşler Ministerliği'nin Mağun Ministeri Ma Çavşo. Amerika kilep Xi Jinping'in Amerika'yı ziyaret kılış işlerini sohbetleşti. Amerika hem Şangay, Hong Kong'a qaratkan kısmen siyasetlerini tanıştı. Lekin Cungo Amerika yukarı katlamada alakada münasebetli buluvatkan bir peytte. Prezident Donald Trump, Cungo'nu Amerika'nın sayılmaga arlaştığı da peyplep, saylam bir xatarlikini bütün gücü bilen yolga koydu. Hem de Cungo matbuatları muhbirlerine bizi biliş dairesini kıskartıp etti. Bu hareketler Cungo'nun devlet alkıgan uçor erişiş ve arlaşış ve siyasette sınıp giriş iktidara kartıldı. Sayılan bir xatarligi demokratik tüzüm ve asası kanunluk tertipleri berip çetildi. Amerika herkes onu diplomatik sözlerine destek kılmaydı. Sayılan bir xatarligi herkes Amerika Cungo menfaat almashtırışla desteki emez. Amerika Cungo yukarı katlam uçuruşunu saklap geldi. Geopolitik siyaset ve yer şari sodi ticaret reallıkının ihtiyacı var bir yerde. Bir yerde geopolitik siyaset ve yer şari sodi ticaret reallıkının ihtiyacı var. Sohbet muşunun merkezleştiği diyen gün. Tayvan nazı, Tayvan'ı eğizgaptı, şu noktada etkanlı sohbet, geopolitikilik siyasetke münasebetli diyen gel. Bu geopolitikilik degende qaysı tarafdan öz çıkıp tasavvur kılıverlen vatandaş. Demek yer işarı sözcüsü ihtiyacı, geopolitikilik siyaset ihtiyacı muşula bu kıtım maniladı ötküzülgen yığında. Şundak boldu hazır maha verdi mi hem ana şundak tılgelindi. Amerika, Cungo, yukarı katlam uçuruşunu saklap geldi hazırgıça. Geopolitik bir yerde geopolitik siyaset ve yer şarı. Sodi ticaret ihtiyacı, reallıkın ihtiyacı var deydi o vatandaş. Yani bir haber. Prezident Donald Trump İran'la agahlandırır. Eğer bir soda parxotuğu hücum kılıdığın bolsan, Amerika İran'ın yana bir asası kuruluş əsləhələrini veyran kılıdı. Dep görsetdi mavzulu haber 7. ayının 22. günü Amerika avazdan Xitay Tel programı ilan kıldı. Haber mundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump
7 ayının 22 günü mundaq ko'rsatdi. İran siyasi hakimiyeti askerleri her qitim Hormuz bo'g'zidan o'tayotgan savdo parxodlariga hujum qiladigan bo'lsa, Amerika Iranning xalqlik asosiy qurilish aslalarini nishonga oladi deb ko'rsatdi. Amerika harbiy taraf mundaq ko'rsatdi. O'tgan 3 oy ichida Iran armiyasi Hormuz bo'g'zida ketayotgan 30 dan ortiq savdo parxodiga hujum qildi. Musha hafta ichida kam deganda 3 dona savdo parxodi hujum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari mundaq deydi. Iranning Hormuz bo'g'zidan o'tayotgan savdo parxodlariga hujum qilishi 6 ayning 18 kuni imzolangan vaqtlik urush to'xtash kelishimiga xilof. İran mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Hormuz bo'g'zini boshqarishga aralashishga yo'l qo'ymaymiz. Bu Iranning maydoni ekan. Lekin Kuvayt, Bahrayn, Iordaniya qatorliq davlatlar bir kunda doklad e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Haftaning 3 kuni Iranning havo hujumiga qaytirib zarba berish bilan cevap qaytardi. Demek bu yerda Bahraynmi, Kuvaytmi, Iordaniya o'xshashda İranning hujumiga qarshi hujum bilan javob bergan gap ekanlar. Bu O'rta Sharqning ahvoli. Mana hozir dedik, bayağı sizlarga ekranda keyin yetib kelgan xabar edi. Rossiya yadro qurollari bombardimonchi aeroplan bilan Yaponiya dengiz havo tavalligida 11 soat aylanib tushdi. Rossiyaning yadro bombardimonchi aeroplani Tu-95 Yaponiya dengiz havo tavalligida 11 soat aylanib tushdi. Asli mavzu. Avusi ekrandagi mavzusi asli mavzu. Pul qaraydigan yillar torbeti Tayvanniki. 2 soat ilgari. Shu kechga bitilgan xabar dedi-ku, yetib kelgan xabar. Endi qisqa xabarda vatandosh. Ukraina Rossiyani tutib turayotgan shu topda Xi Jinpingning Tayvanga hujum qilish xiyollari barbod bo'ldi. Geopolitikaning maxfiy nomeri Torbeti 7 ayning 23 kuni yutdi. Yani bir xabar Can Yuşa o'tganlarda qizg'aldigan Can Yuşa, shunami? Bu qat'iy qizg'ilayli. Can Yuşa alayli qismlarning mudofaa rayonida. Hatta jasuslarmi bu mudofaa rayonining darvozasiga yaqinlab kelmaydi. Tak 7 ayning 23 kuni yutdi. Yani bir xabar. İran tugashdi. Amerikaning hujumi yuqori darajaga ko'tarildi. Tehran ichki kurash, yani siyosiy kurash. Erken axborot orbiti 7 ayning 23 kuni yutdi. Ukraina qattiq bombalashga boshladi. Yani bir xabar. Rossiya o't dengizi ichida qoldi. Rossiya qurolları alqishlar yang'irtishga boshladi. Ukrainaga ihtimal siyosiy o'zgarish yuz berishi mumkin degan xabar Rossiyada jiddiy o'ttirg'i chiqdi. Erken axborot orbiti 7 ayning 23 kuni yutdi. Yani bir xabar salli siyosiy obzor. On vaqt turibli qoldi. Ko'p chiqdi. Wang Yi Filipin dengiz armiyasi qo'pol deb tanqid qildi. Yandırıpla yüze bir kaçat yedi. Devlet İşler Katibi Marco Rubio, Devlet İşler Katibi Marco Rubio cevap qaytırdı. Biz
Amerika Beijing'in halkara katnaş yolunu özünün arka oylusuğu aylandırıp elişiğe hergiz yol koymayımız. Neme kılışlı kalırsa şunda kılışığa hergiz yol koymayımız. Tayvan set nebes haberleri 3 saat ilgiri 7. ayının 23. günü yutup. Yani bir haber. Yokalsın Gongchendan. Yani yokalsın Komünist Partisi, çünkü Komünist Partisi diye. Şincan şehirde zor vaka yüz verdi. 100.000 kişi namayiş kılıp koçağa çıktı. Xi Jinping rastlı tahtın çıkmamda bu tamaşayanı kırım. Şavlan maliyesi 7. ayının 23. günü top 58 minut ilgiri. Yani bir haber yemirleş resmi başlandı. Dünya gezer Rongyan 7. ayının 23. günü YouTube vatandaş. 1945 yılı 8. ayının 14. günü Stalin Cumhuriyet'in Taşkı İşler Ministeri Soğuzmun bilen söhbet ötkezgende şundak degen idi vatandaş. Ötmüşte Japonya bilen Çar Rusya birleşip Cumhuriyet'i parçalap geldi. Endilikte biz Sovyetler Rusyası Cumhuriyet'le birleşip Japonya'ya takabül turumuz degen idi vatandaş. Stalin öz ağzı bilen degen gep idi vatandaş. Bugün günde 2026 yıl 7. ayının 22. günü de Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Tu-95 belgelik atom yadro kuralları bombardımançı aeroplanı Japonya deniz hava tebelliği üstünde 11 saat ayrılıp işte vatandaş. 11 saat ayrılıp işte. Ben bunun da 2 gün burasına gittim. Hazır Japonya atom yadro kurallarını terakki kıldırış yasaşını muhakeme kılıvatıdı. Asası kanunu özgertidu. Şunda haberler yetip geldi dediğim vatandaş. Endilikte bu bir tahdit. Japonya için tahdit etsek mi? O neme azı her bir gücü, devlet gücü bağır Rusya. Çünkü o ikisininki Japonya'ya tahdit. Japonya bu işki devlet tahdit. Öz ara tahdit. 80 yıldan keyin kat götürdü Japonya. 80 yıldan keyin özünü silkivitip Asya'daki nime? Asya'daki ittifaktaşlık Amerika koşmuşlar boğa ittifaktaşlık nime? Kendi tonu di ve bunun ilgi boldu Japonya. Vatandaş. Japonya şunun ilgi boldu. Hazırkileyle de Cenubi Deniz'de, Filipin deniz boylarında Cumhur Kompartiyası, Harbi parxotları, Cumhur Kompartiyası, deniz sakçıları, parakendiçilik selavatıda. Ya Filipin'in ağzıda Rin Ayçao dev atıladığan, Xitay'ın tilide Huangyan Dao dev atıladığan Tayvan'ga, Cumhur'a ve Filipin'e çigradaş boğan bu aral etrafı da Cumhur'a işleri vatıdı değil vatandaş. Bu işler herkes münasibetsiz emez. Rusya bombardımançı aeroplanının Japonya havada veligide uçup yürüyüşüge münasibetsiz emez. Tehdit noktasını etkanlı meyli Rusya Cumhur'un Japonya'ya tehdit olsun. Meyli Japonya ve Japonya ittifaktaşlarıyla birlikte Rusya ile Cumhur'a tehdit olsun. Zaman şu devirge şundak dakikalar yetip geldi ki Asya, Yavro Asya merkezinde türevelip bu yerde ittifaklaşını işe aşırıp etrafındaki milletlerini müstemlik kılıp yaşayan sabık Sovyetler, Çar Rusya ve hazırki Rusya Cumhuriyet'in bağın ittifaklaşlık asasında hem Batı Asya'nı müstemlik kılışka, müstemlik Uyguristan'ı müstemlik kılışka muvaffak bağın
Rus-Xitoy shartnomasi va ittifoqdoshligi bugun yemirlishning oldida turdi, shundoqla intayin zo'r tahdid. Yaponiyaning va Yaponiya ittifoqdoshlarining tahdidoti uchun Yavro Osiyo markazi ozod bo'lishi kerak. Yavro Osiyo markazi turib olgan Rus-Xitoy ittifoqdoshligi yemirilishi kerak, gumron bo'lishi kerak. Shu vaqtda butun dunyoga, avvalo Yavro Osiyo markaziga, undan keyin butun dunyoga va butun O'rta Osiyoga ozodlik va erkinlik yetib keldi vatandaşlar. Shundaqli G'arb dunyosining erkinlik dunyosining demokratiya va buyuk asosi qonunliq siyosat bilan ijtimoiy tuzum qurib yashab kelayotgan G'arb dunyosining dushmani va raqobatchilari Rus bilan Xitoy mag'lub bo'lgan kun dunyoga yangi tong'nuri yetib keldi. Bugungi Janubiy Jungo dengizi vaziyati, bugungi Jungo Tayvan bo'g'ozi vaziyati, bugungi Rossiya Jungoning yana Osiyoda harakat qilishga o'tayotganligi va Jungoning bugungi Ukrainada yengilib, Rossiyaning bugungi Ukrainada yengilib, qistilib hozir Moskvada qo'tilgan urush maydoni Ukrainaning sharqidan Moskva shahriga yetib keldi edi. Shundaq paytlarda hozir Jungo kompartiyasining taqdiri nima qarab turam? Taqdirining qaysi kuni chiqishini qarab turam. Sen Filippin bilan majro terayotsan, Tayvan bo'g'izida majro terayotsan. Shundaq ahvolda yana Amerikaga berib, Washingtonga berib, prezident Donald Trump bilan ko'rishib davotsan. Demak, sendek iddiy mujmallik, tashkiliy mujmallik, diplomatik mujmallik sening hozir Jungoda jo'ngdan qayla. Jungo kompartiyasining qanday yashayotganligini isbotlab berdi vatandaş.